Bizim bog'chaga ketyapti. Mashinasi keladi. Ushbu videoda kulib turgan, ota-onasining ko'zlarini quvnatib yurgan qizaloq ming afsuski bugun oramizda yo'q. Ma'lum bo'lishicha, u bog'chaga borgan vaqtida nazoratsiz qolganligi sababli ariqqa tushib ketib vafot etdi. Rasmiy xabarlarda keltirilishicha, voqea Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidagi xususiy bog'chada ro'y bergan. Bizga marhuma qizaloqning onasi murojaat bilan chiqdi. Uning aytishicha, 3 yashar Gulday qizimni 10 kun bo'ldi yerga qo'yganimga. Mahallamizda bog'cha ochildi, xususiy bog'cha. Ochilish marosimi qilganida. O'shanda aytdik, xavfli ekan, ariq bor ekan, dedik. Yo'q, xavfsizlik chorasini ko'ramiz. Sizlar bemalol ishonaveringizlar bolalaringizni bizga dedi bog'cha ma'muriyati. 2025-yil 20-may kuni har doimgidek qizimni ertalab bog'chaga kuzatdim. Xo'jayinimning akalari, qaynog'am keldilarda, qizingni ozroq mazasi bo'lmabdi deb meni olib bordilar bog'chaga. Borsam qizim yerda yotardi. Joni uzilgandi bolamni. Muzdek badallari qizimni ko'k bo'lib yotardi qizim. Daraxt tagida o'rab qo'yish kerak ekan bolamni. xususiy bog'cha xodimasi bergan ko'rsatmasida bolalarning yarim qismi uxlatish uchun xonaga olib kirib ketilgan, qolgan qismi esa hovlida qolgan. Ulardan biri nazoratsiz qolganligi sababli ko'chaga chiqib ketib, bog'cha atrofida joylashgan. Aynan mana shu ariqqa tushib ketib vafot etgan. Agar qizaloq hayot bo'lganida, u sentyabr oyida 3 yoshga to'lishi kerak edi deydi marhumaning onasi biz bilan bo'lgan suhbatda. Ichim kuyib ketyapti. Men ishora bog'chaga topshirdim. Nima ular e'tiborsizlik qiladi. 3 kun bo'lyapti. Yana bog'cha o'z faoliyatini yurityapti, ishlayapti bog'cha. Mayli, bolaginam qaytib kelmaydi. Bu bog'cha palar qayerga qarayapti? Bog'cha ma'muriyati qayerga qarayapti? O'sha qorovul degan narsa bo'ladi. Eshik oldida o'tiradi. Bolalarni kirib chiqishi, odam kirib chiqishini qarab o'tiradigan, nazorat qiladigan qorovul bo'ladi. Shular qayerga qarayapti? Shularga qat'iyan, qonunan javobgarlikka tortilishini xohlayman. Voyaga yetmagan qizning o'lim sababini aniqlash uchun sud-tibbiy ekspertizasi hamda maktabgacha ta'lim tashkilot mas'ul xodimlarining harakatlariga baho berish uchun idoraviy xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hozirda tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Hurmatli bog'cha mas'ullari, bolalarni qabul qilib olganingizdan to yaqinlari sizni qo'lingizdan olib ketmagunicha ularni xavfsizligiga siz javobgarsiz. Ko'rmay qoldim, chalg'idim degan bahonalar hali 3 yoshga ham kirmagan qizaloqni endi ota-onasining bag'riga qaytarib bera olmaydi. Jarayonlarni kuzatamiz, marhuma qizaloqning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.